Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuyimiz gipotalamus. Gipotalamusning inson organizmidagi vazifasi bu chanqoqlik hamda suv balansini nazorat qilib, gomeostazni saqlab turadi. Adenogipofiz, ya'ni gipofiz bezining oldingi bo'lagini, neyrogipofiz uning ya'ni gipofiz bezining orqa bo'lagini nazorat qilib turadi, ya'ni kontroling bilan shug'ullanadi. Ayrim gormonlarni ishlab chiqaradi. O'sha ayrim gipotalamus gormonlarni ishlab chiqaradi hamda ochlik markazini, Hanger bu ochlik markazini regulyatsiya qilib turadi. Avtonomik nerv sistemaga ta'sir ko'rsatadi. Shu harorat, temperatura hamda shu o'sha inson organizmidagi jinsiy holatlarni ham nazorat qilib turadi. Endi bu o'zi bizda o'sha blood brain barrier, ya'ni shu bosh miya hamda qon o'rtasidagi baryer bilan shu o'ralmagan soha bor. Bu OVLT markazi deb ataladi. Bu osmolarlikni, o'sha tuzlarni, ionlarni bosimini yoki ion farqiga qarab turib sezadi bu markaz. Hamda area postrema bor. Bu o'tgan safar biz gaplashgandik. O'sha dorsal medallada joylashgan, qusishga javob beradigan markaz hisoblanardi. Shu joylardan, bu ya'ni OVLT bilan area postremadan bu gipotalamus ma'lumotni oladi. Shu joydan ham oladi ya'ni. Albatta, ma'lum bir yadrolari bor gipotalamusni. Demak, birinchi yadrosi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu lateral nukleus, ya'ni lateral yadrolari. Bu markaz ochlik markazi deb ataladi va grelin degan gormon bor. Bu ochlik gormoni. Aynan shu gormon orqali, ya'ni grelin ajralib chiqarilishi bilan bu markaz stimullanadi. Va bizda to'qlik gormoni bor. Bu leptin deb ataladi va bu gormon, ya'ni leptin shu ochlik markazini bloklaydi. Ya'ni leptin bloklayapti, grelin bizda stimullayapti. Bu yerda mnemonika va ayrim o'sha ma'lumotlar berilgan. Demak, agar aytyapti lateral injuries, ya'ni yon jarohat bo'lsa, ya'ni demoqchi bo'lyaptiki, yon lateral nukleuslar jarohati bo'lsa deyapti, bu seni yiqitadi, ya'ni ozib ketasan demoqchi bo'lyapti-da. Va mana destruction bo'lsa, ya'ni destruksiya bo'lsa, shu joyda anoreksiya, ozib ketish va o'sha yashashga layoqatsizlik bo'ladi, asosan yosh bolalarda. Keyingisi ventromedial nukleus, ya'ni ventromedial yadrolar. Bu markaz to'qlik markazi hisoblanadi va stimulated by leptin, ya'ni to'qlik gormoni orqali stimullanadi. Agar bu ventromedial yadrolar jarohatlansa, sen juda naqa bo'lib ketasan, semirib ketasan deb mnemonika beryapti. Odatda destruksiyasi, ya'ni shikastlanishi kraniofarengioma tufayli bo'ladi, misol uchun, va bu giperfagiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni shu shikastlanyapti bu yadro, to'qlik markazi ishlamayapti, inson to'qligini, to'yganini sezmayapti va giperfagiyaga sabab bo'lyapti, ya'ni ko'p ovqat iste'mol qilishga. Keyingi yadro bu oldingi yadrolar, ya'ni anterior nukleus. Bu parasimfatik nerv sistemasiga taalluqli bo'lib, shu sovish markazi hisoblanadi. Sovish markazini biz bunday qilib belgilab qo'yamiz. Hozir cooling, ko'k deb belgilab qo'yamiz. Keyingi markaz bor, isitish markazi heating, ya'ni issiqni qizilda belgilab qo'yamiz o'zimizga. Va isitish markazi simpatik nerv sistemasiga tegishli bo'ladi. Keyingi o'sha posterior nukleus bizda javob berardi isitish markaziga. Keyingi nukleus bu supraxiazmatik nukleus,
ya'ni supraxiazmatik yadro. O'tgan darsda biz aytdikki, shu supraxiazmatik yadrolar uyqu siklini nazorat qiladi. Ya'ni sleep cycle regulated by o'sha circadian rhythm dedik. Mana bu yerda yana o'sha mavzu anaqa takrorlanib kelgan yana shu ma'lumot. Ya'ni bu sleep cycle'da nazorat qilib turadi. Va keyingisi bu bitta misoli sleep cycle, ya'ni circadian ritm ichiga ko'p narsa kirib ketadi aslida. Keyingi yadro bu supraoptik va paraventrikulyar yadrolar. Bu antidiuretik gormon va oksitotsinni sintezda ishtirok etadi. Ya'ni imенно bular sintez qiluvchi nukleuslar, yadrolar hisoblanadi. Supraoptik yadrosidan bizda antidiuretik gormon, paraventrikulyar yadrodan esa oksitotsin chiqadi. Ya'ni mana bu yerda SATPOX degan mnemonika keltirilgan. Endi bu gipofizda sintezlangan narsani gipotalamus mana o'sha gipotalamusda sintezlangan narsani gipofiz beziga tashuvchi yo'l bor va bu neyrofizinlar deb ataladi. Ya'ni shu neyrofizinlar antidiuretik gormon bilan oksitotsinni именно pituitarining, ya'ni gipofiz bezini orqa bo'lagiga tashiydi. Va bu yerda ham o'sha stored qilinadi, ya'ni to'planadi va o'sha yerdan kerakli joyiga ajralib chiqadi. Agar gipofiz bezini orqa bo'lagini destruksiyasi yoki supraoptik yoki paraventrikulyar yadrolar destruksiyasi bo'lsa, bizda central diabetes insipidus, ya'ni qandsiz diabet kasalligi kelib chiqadi. Keyingisi bu preoptik yadrolar. U asosan bizda termoregulyatsiyada ishtirok etadi. Sexual behaviorda, ya'ni o'sha jinsiy xulq-atvorda ishtirok etadi hamda bu ham o'sha ma'lum bir gormon ishlab chiqaradi. Bular gonadotropin releasing hormon ishlab chiqaradi. Buni yetishmasligi, ya'ni preoptik nukleuslarda destruction yoki именно shu yadrolarda bilan bog'liq bo'lgan nuqson bo'lsa, gonadotropin releasing hormon yetishmaydi. Va o'sha sindrom bor. Bu Kalman sindromi deb ataladi. Kalman sindromida aynan shu gonadotropin releasing hormon producing neyronlarda, ya'ni shu gonadotropni ishlab chiqaradigan neyronlarni migratsiyasi buzilgan bo'ladi. Ya'ni olfactory pitdan именно shu gipotalamusga migratsiyasi buzilgan bo'ladi va gonadotropin yetishmaydi hamda natijada Kalman sindromi kelib chiqadi. Azizlar, keyingi mavzuyimiz bizda talamus hisoblanadi. Talamusning asosiy vazifasi bizda butun o'sha sezgi ma'lumotlari albatta talamusdan o'tishi kerak bo'ladi. Va uni ham bir necha yadrolari bo'ladi. Mana shu yadrolar orqali o'tadi. Mana bu o'ng tomondagi tasvirda shu yadrolari keltirilgan. Mana buni keyinchalik ham o'zlaring ma'lumot tariqasida yoki bilimlaringni mustahkamlash uchun o'rganib olishlaring mumkin. Mana bu talamusning ko'rinishi va yadrolari bor. Bir necha yadrolardan tashkil topgan. Shu yadrolar haqida hozir gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi yadrolari ko'p. Biz ayrimlari bilan gaplashib o'tamiz. Birinchisi bu ventral posterolateral nucleus, ya'ni ventral posterolateral ortki yon nukleuslari. Ma'lumotni qayerdan oladi? Demak, bizda shu sezgi traktlari bor. Bu
spinothalamic trakt bilan dorsal column, ya'ni medial lemniskusdan ma'lumotni oladi. Bu traktlar ma'lumoti uchun aytib o'taman. O'sha orqa miyadan bosh miyaga uzatilayotgan ma'lumotlar hisoblanadi va qanday ma'lumotlarni oladi? Spinothalamic va dorsal columnlar orqali. Vibratsiyani, og'riqni, bosimni, keyin hamda o'sha proprioceptionlar bor. Proprioretseptorlardan oladi ma'lumotni. Keyin yengil o'sha inson tanasiga yengil o'sha bosib ko'rishdagi retseptorlarni hamda temperaturani sezish kabi ma'lumotlarni o'tkazadi bu. Ya'ni inson sezadigan shu ma'lumotlar aynan mana bu traktlar orqali, ya'ni yo'llar orqali keladi hamda talamusni ventral posterolateral yadrolariga. Va bu ma'lumot bu yadrolardan qayerga o'tadi desa, manzili o'sha birlamchi somatosensor korteksga o'tadi. Korteks bu o'sha bosh miya po'stlog'i hisoblanadi va bu joy parietal lobda joylashgan, ya'ni parietal bo'lakda joylashgan hisoblanadi. Ana endi keyingisi bu ventral posterior medial nucleus, ya'ni posterior orqa medial yadrolar. U qayerdan sezgini oladi? Yuz sezgisini hamda mazatam, o'sha mana gustatory pathway deyapti. Sezgini, ya'ni mazatam sezgisini oladi. Qayerdan oladi buni? Buni trigeminal hamda gustatory pathwaydan oladi va bundan keyin olib turib mana shu yadrolarga beradi bu ma'lumotni. Ventral posterior medial nucleusga hamda bu yadrolardan ma'lumot qayerga? O'sha birlamchi somatosensor korteksga boradi, bu ham parietal lobda joylashgan. Xo'p, keyingisi bizda geniculate yadrolari bor. Ikkiga bo'linadi, lateral hamda medial. Hozir lateral geniculate yadrolariga gaplashadigan bo'lsak, ikkinchi nervdan, optik xiyazmadan hamda optik traktdan ma'lumotni oladi. U ma'lumot albatta ko'rish. Bu ma'lumotni olib turib qayerga boradi desa, birlamchi vizual korteksga, ya'ni miya po'stlog'iga olib boradi va u yer oksipital lob, ya'ni oksipital qismda bo'lakda joylashgan. Keyingisi bu o'sha eshitish sezgisi, uni o'sha superior olive'dan oladi. Ya'ni superior olive bu o'sha adashmasam ponsda joylashgan edi. Shu eshituv yo'lining muhim yadrolaridan biri hisoblanadi. Keyingisi inferior colliculus of tectum. Tectumni o'sha pastki do'mboqchalardan oladi. U do'mboqchalar eshitishga javob beradi. Olib turib bu ma'lumotni medial geniculate nucleusga olib boradi va medial geniculate nucleusdan bu ma'lumot bizda birlamchi auditoriya korteksga o'tadi va u korteks temporal lobga taalluqli bo'ladi, ya'ni temporal bo'lakka. Keyingisi bizda 5-inchisi ventral anterior hamda ventral lateral nucleilar, ya'ni nukleuslar. Bular o'sha motor sezgisini oladi, motor sezgisi, ya'ni harakat sezgisi va bu sezgini to'g'ridan to'g'ri bazal gangliyaga olib boradi. Chunki bazal ganglia hamma harakatlarni nazorat qilib turuvchi, ixtiyoriy harakatlarni nazorat qilib turuvchi markaz hisoblanadi hamda cerebellumga olib boradi. Va bu cerebellumdan oladi shu ma'lumotni, olib turib uni
ventral anterior hamda ventral lateral nukleuslari qabul qilib oladi va bu qabul qilingan ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri motor korteksga uzatadi va bu albatta frontal lobda joylashgan edi. Bu tomonda mana sxemani o'ng tomonida o'sha o'ng tomonda joylashgan ma'lumotlar bilan mnemonika uchun berilgan. Buni o'zlaring yodlashda ishlatishlaring mumkin albatta. Azizlar, bugungi ma'lumotimiz va bugungi o'tadigan darsimiz shulardan iborat edi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Kuzatishda davom eting.